Assalomu alaykum do'stlar. Mana bamani laqaylandi o mo'jalla. Olib ketyapti sud betigimdan chiqarib. Soldi baqa endi. Qarmoqni qaranglar. Hosh. Sal chiqchi, ko'rakchi nima ekansan? Charchasinchi. Qarmoqni olib ketishdi qarang. Qarang. Tortib ketyapti. Chaqirib ketyapti. Sal chiqchi sud betiga ko'rakchi. Chiqmayapti. Olib ketishdi qarang. Qarang. Canavar. Sekinroq. Tuzukroq shekilli menimcha. Laqani sal bo'liminrog'i shekilli menimcha. Aytdim. Canavar. Qarang. Balov kayf shuda mana. Ilintirib olib, mazaqi olib yurishdi qarang gashtini. Bunda tortib chiqarib bo'lmasa charchamaguncha chiqara olmaysiz. Lekin uchun kichkina karas uchiydi. Tortishdi qarang. Chiqarib olamiz endi buni. Chiqarib olmasak kichkina 3 ton sobam ketmasin. Xo'sh. Endi charchadi, sud betiga chiqib qoldi. Mana do'stlar, chiqarib oldik laqani. 2,5 kilo, 3 kilo chiqadi shekilli menimcha. Juda katta narsa ekan. 3 kilo oshiq ham chiqsa kerak menimcha, kichkina emas, lekin katta narsa ekan. Kichkina karas uch. Kichkina karas uchga inib qo'ygan.